Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Dilsiz Shomurodov. Jigarlar, bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda mana bu 5 ta yulduzni full qilishga harakat qilib ko'ramiz. Esinglarda bo'lsa, Dilsiz 26 chiqdi degan videomizda men bularni yarmidan ko'pini full qilib qo'ygandim. Endi esa shuni davom qildiramiz. Qani unda gapimizni cho'zib o'tirmasdan videomizni boshladik do'stlar. Biz arzon futbolchilarni xarid qilib qo'ygandik. Boya ko'rganingizdek Araujo, Balde, Min-jae Kim, Frimpong kabi futbolchilarni hozir shularni barchasini sotib tashladik. Endi esa kuchaytirgichlarimizni ishlatib tashlaymiz. Bu yog'ini 3x tezlikda ko'ramiz do'stlar. Jigarlar, mana N'Golo Kante ham full bo'lib qolibdi. Endi esa qolganlarni ham full qilishda davom etamiz. Jigarlar, mana Jude Bellingham ham ajoyib holatda full bo'ldi. 3 ta 100 chiqdi. Bizga shu ham yetadi. Qolganlarni full qilishda davom etamiz. Jigarlar, mana Rodri ham ajoyib holatda full bo'ldi, lekin bu baribir oltin to'p o'g'risi. Mana Kevin De Bruyne ham ajoyib holatda full bo'lib qoldi. Endi biz Modricni full qilsak tamom. Va nihoyat jigarlar, Modric akamiz ham full bo'lib qoldi. Modricdan 2 ta 100 chiqdi. Biz shunga ham shukr qilamiz. Jigarlar, bizni mehnatimizni qadrlagan holda videoga like bosib kanalimizga obuna bo'lib ketasiz degan umiddaman. Har holda biz bu akkauntni tayyorlashimizga 1 oy vaqt ketdi. To'g'ri, ishonmasligingiz mumkin, lekin bu achchiq haqiqat. Jigarlar, bu videoni tayyorlashimizda yaqindan yordam bergan Wizard TLS va Zenos dizaynerga kattakon rahmat aytib qolamiz. Agarda sizga dizaynerlik xizmati kerak bo'lsa, bemalol Zenos dizaynerga murojaat qilishingiz mumkin. TLS haqida ajoyib videolarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, Wizard TLS kanaliga o'tib tomosha qilishingiz mumkin. Hamda Telegram kanalida TLS haqidagi eng so'nggi yangiliklarni har kuni tashlab boradi. O'tib obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin jigarlar. O'zimizni Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Aytgancha, sizlarga ajoyib bir katta yangiligim bor. Biz tanga va olmos xizmatimizni yana ishga tushirdik jigarlar. Narxlar esa Telegram kanalimizda bo'ladi. Shunday qilib, bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.